Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, Allohga shukr. Молодец. Nimaga молодец? Shunchaki qiziqib so'radim. Menga jahlingizni sochmang, yo bo'lsa yo'q deb qo'ying. Bo'ldi, ne achchiq qilasiz menga? Ishtasizmi? Da, ishdaman. Hech kimga achchiq qilganim yo'q. Bizda shaxsiy hayotda uxlab qolaman. Meni shodlagansan, bolaligimsan. Ilohim, turmushga chiqqaningizda farzand yurishdan boshqa ishingiz bo'lmasa Alloh. Farzand ko'rishdan. Inshaalloh. Tugadi. Kursdoshim bo'lardi. Dildor degan. Anaqa. Nimadir gap ketdi. Yaxshi tilak bildirardi-da. Iloyim derdi, farzandlaring ko'p bo'lsin, 10 ta bo'lsin, hammasini soch jingalak bo'lsin derdi. Shu esimga tushib ketdi. Ko'rishmoqmizmi shunda bugun? Da, hammanglar bilan ko'rishmoqmiz. Kelinglar Urizorga. Kiyim-kechak kiysanglar, darvozani olib tursanglar, men chiqaman. 7da billa qo'l ushlashib ketamiz. Bitta energetik olib, tunnelgacha kuzatib qo'yasizlar meni avtobusga. Uchirishim kerak, ish qilishim kerak, vitrina qilishim kerak, dazmol qilishim kerak. Energetik oldim lekin. Dazmol qilsammikan? Serial ko'rsammikan? Sipirsamikan? Dazmol qilsam ertaga qilmasdim. Assalomu alaykum. Hammasini qiling. Hech narsa qilgim kelmayapti, uyqum kelyapti.